Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz malabsorpsiya sindromi. Malabsorpsiya sindromi bu ichakda hazmni buzilish ma'nosida keladi. Bu o'z ko'rsatmasiga binoan dunyo bo'ylab har yili 68 milliondan 275 milliongacha bo'lgan aholida diareya kasalliklari bilan kasallanish kuzatiladi va shu sindrom kuzatiladi. Diareyadan har yili dunyo bo'ylab 1 millionga yaqin bolalar nobud bo'lishadi. Bunda diareya sindromi bilan kechganligi sababli diareya bu ichak faoliyatini buzilishi, ichki kelishini kuniga 3 martadan ko'p suyuq va ko'p miqdorda kelish bilan bog'liq bo'lgan simptomlar majmuasidir. Diareya sindromi ikki xil ko'rinishga ega bo'lib, surunkali diareya hamda o'tkir diareyadan iborat. Surunkali diareya sindromi bu ichakda ovqat moddalarining hazm bo'lishi va so'rilishining buzilishidir. O'tkir diareyada esa diareya davomiyligi 2 haftadan 3 haftagacha davom etadi. Surunkali diareyada esa agar suyuq axlat 3 haftadan ortiq davom etayotgan bo'lsa, surunkali diareya deb ataladi. Bu yerda yana maldigestiya degan tushuncha bor. Maldigestiya hazm fermentlarini yetishmasligi natijasida ovqat moddalarining ingichka ichakda parchalanishini, buzilishi tushuniladi. Maldigestiya bilan kechadigan buzilishlarga dexsaxaridaz yetishmovchiligi, oshqozon osti bezining tug'ma gipoplaziyasi, lipazani tug'ma yetishmasligi, mukovistsidoz, oshqozon osti bezi kistozi kiradi. Bundan tashqari malabsorpsiya sindromi bor. Bu ingichka ichakda nutrientlar, ya'ni vitaminlar, mikroelementlar so'rilishini buzilishi tushuniladi. Enteral muhitdan moddalarni qon va limfaga o'tish jarayoni buzilishi hisoblanadi. Malabsorpsiyaning ko'p uchraydigan shakllariga seliakiya, ovqatlanish allergiyasida so'rilishi buzilishi, monosaxaridlar so'rilishini buzilishi, enteropatik akrodermatit va magniy so'rilishining nasliy buzilishlariga kiradi. Tug'ma malabsorpsiya sindromi 10% hollarda uchraydi. Bularga seliakiya, mukovistsidoz, dexsaxaridaza, laktaza, sukraza, izomaltaza yetishmovchilik kasalliklari kiradi. Orttirilgan malabsorpsiya sindromida esa enteritlar, ichak limfangiektaziялari, kalta ichak sindromi, ichakning yomon sifatli o'smalari, surunkali pankreatit, jigar sirrozlarida kuzatilishi mumkin. Umumiy enteral sindromlar xarakteristikasi quyidagilardan iborat. Birinchi o'rinda tana massasini yo'qotilishi kuzatiladi. Kuchli ifodalangan anemik sindrom, poligipovitaminozlar kuzatiladi. Gipoproteinemiya, gipoalbuminemiya, shish ko'rinishgacha kuzatilishi mumkin. Trofik buzilishlar va umumiy holsizlik, adinamiya, ateral gipotoniya va nerv mushak buzilishlari kiradi. Mahalliy enteral sindromlarga esa tez diareya, ya'ni kuniga 3-5 martagacha ich kelishi, axlatni suyuq, ko'p miqdorda, ko'pikli, sariq ko'kimtir tusda bo'lishi xarakterli. Kaprogrammada esa steatoriya, kreatariya va amilariyalarni ko'rishimiz mumkin. Klinik belgilardan meteorizm, ichak sanchiqlari kuzatiladi. Shular qatorida seliakiyani ko'rib chiqadigan bo'lsak, seliakiya ichakda so'rilishi buzilishini klassik sindromi bo'lib, malabsorpsiya sindromi ichida keng tarqalgan hisoblanadi. Bunda gluten oqsilini yetishmovchiligi hisoblanib, uni hazm qilish buzilganligi sababli boshoqlilar oqsili tarkibiga kiruvchi glutenning asosiy komponentlaridan biri gliadinning ingichka ichak shilliq qavatini jarohatlanishi ta'siri natijasida kelib chiqadi. Seliakiya tushunchasi bundan 100 yil muqaddam Samuel G. tomonidan taklif etilgan bo'lib, dunyo miqyosida uchrashi 1000taga bitta, 2000taga bitta chaqaloqlarda kuzatilishi mumkin. Ayniqsa bu kasallik Afrika davlatlarida, Yevropa davlatlariga nisbatan ko'proq uchraydi. Buni morfologik ko'rinishini ko'radigan bo'lsak, histomorfologiyasida normada kriptalari aniq, ya'ni tiniq bilingan bo'ladigan bo'lsa, seliakiyada ular atrofiyaga uchraydi. Seliakiyani quyidagi shakllari bor. Tipik shakli, misol uchun, 38% holatlarda bemorlarda kuzatiladi va erta yoshdagi bolalarda klinik jihatdan yuzaga keladi. Diareya sutkasiga 5-8 martagacha ich kelishi bilan, hidli, steatoriyali, polifekaliya bilan kuzatilishi xarakterli. Tana massasining ortda qolishi, anemiya, moddalar almashinuvi buzilishi kuzatiladi.
Tarpid shaklida esa 13% hollarda bemorlarda uchraydi, og'ir kechadi, davolanishdan effekt bo'lmaydi. Bu holatlarda kortikoidlar tavsiya etilishi kerak. Yana bundan tashqari yashirin shakli bor. 35% hollarda bemorlarda uchraydi. Oshqozonchak belgilari bo'lmaydi. Ko'pincha ichakdan tashqarigi belgilar, ya'ni anemiya, gemorragik sindrom, assimilyatsiya, poliartralgiya va endokrin buzilishlari ustun bo'ladi. Latent shaklida esa 14% bemorlarda uchrab, kasallik uzoq muddat subklinik kechishi mumkin. Kasallikning birinchi ko'rinishi o'smirlik davrida yoki katta yoshdagi odamlarda namoyon bo'ladi. Klinik belgilarga to'xtaydigan bo'lsak, bunda turg'unsiz ich kelishi kuniga 5-8 martagacha, qorinni hajmi nisbiy kattalashishi bilan kechadi, ozg'inlik kuzatiladi, qorinda og'riq, ko'proq kindik atrofida, defekatsiyadan keyingi yengillik hissini his qilishi kuzatiladi. Ishtahani o'zgarishi, butunlay yo'qolishidan tortib to keskin oshib ketishigacha kuzatilishi mumkin. Og'irlik va o'sish ko'rsatkichlaridan orqada qolish va doimiy charchash hissi bo'ladi. Va klinik ko'rinishida bitta o'rgimchak ko'rinishiga ega bo'ladi. Ya'ni oyoq qo'llari ingichka, uzun, qorni katta bo'ladi. Mana bu bemorlarimizdagi ko'rinishlari. Solishtirganda ham o'zini yoshiga nisbatan ular jismoniy jihatdan rivojlanishdan orqada qolishadi. Bu katta yoshdagi odamlarda ham ko'rinishlari kuzatishingiz mumkin. Bundan tashqari aytganimizdek, suyak tizimi jarohatlanishi, suyaklarda, umurtqa pog'onasida, ko'krak sohasida og'riqlar, spontan sinishlar kuzatilishi mumkin. Toksik ensefalopatiya ko'rinishi kechishi mumkin. Terni tez-tez allergik jarohatlanishlari kuzatilishi mumkin. Bir guruh gruppa vitaminlarni yetishmovchiligi, gipovitaminozlar va mikroelementlar yetishmovchiligi yuzaga kelishi mumkin. Mana bu celiakiyani yana bir ko'rinishi, tipik ko'rinishi. Diagnostikasida kaprologik tekshiruvda yaqqol steatariya, anakreatariya, amilariya, sovun, yog' kislotalarini ko'rinishi celiakiya diagnostikasiga muhim ahamiyatga ega. Gematologik testda esa anemiya, vitamin B12 defitsitlari, protrombin indeksini pasayishi kuzatiladi. Oral testlarda esa ksiloza, laktoza, glyukozaga tolerantlik oshib ketadi. Biokimik tekshiruvlardan kaliy, xlor, natriy bikarbonat, kalsiy, magniy, fosfor, sink mikroelementlarni kamligini ko'rishimiz mumkin. Rentgenologik tekshiruvda ingichka ichakda qovuzoqlarning kengayishi, ichak shildi qavatini biopsiyasida esa bioptatda giperregenerator atrofiyani ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, immunologik diagnostika asosiy muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Mana bu ergoskopiyada ko'rganimiz, demak, ichakka silliqlashib, kriptalarni yo'qolib ketishi. Davolashda birinchi o'rinda dieta rol o'ynaydi. Aglutenli parhez qilishimiz kerak. Go'dak yoshdagi bolalarda glutensiz bo'tqalar, laktozasiz aralashmalar, gidrolizatli aralashmalar berilishi kerak bo'ladi. Shuningdek, aralashmalar lizotsem, rug', sekretor immunoglobulinlar bilan boyitilgan bo'lishi kerak. Mumkin bo'lgan ozuqalar bular guruch, grechka, jo'xori, kartoshka uni, soya va har xil sabzavotlar kiradi. Mevalardan ham bir qancha mevalar sharbatlari bilan birga iste'mol qilish mumkin. Go'shtlar asosan yog'siz navlari tanlanadi. Medikamentoz davoga esa qusishni, ich ketishni to'xtatish maqsadida loperamid berishimiz mumkin. Ferment yetishmovchiligini o'rnini bosish uchun pankreatik fermentlarni, o't kislota tuzlarini berishimiz mumkin hamda ichak mikroflorasini yaxshilashga probiotiklardan kompleks tavsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Og'ir formalarda yuqorida aytganimizdek glyukokortikoidlardan foydalanamiz. O'sish rivojlanishini tezlashtirish maqsadida anabolik steroidlar qo'llashimiz mumkin va mikroelementlar, polivitaminlar bilan birgalikda berilishi kerak. Ikkinchi kasalligimiz mukovistsidoz. Bu ham hayotiy muhim organ va sistemalar egzokrin bezlarining jarohatlanishi bilan xarakterlanadi. Gen mutatsiyasi bilan asoslangan kasallikdir. Bunda Yevropa mamlakatlarida kasallanishlar soni 2000 taga bitta, 2500 taga bittani tashkil etadi. Bu yerda gen mutatsiyasi yuzaga kelganligi sababli ularni shakliga qarab aralash shakli, o'pka shakli, ichak shakli hamda mekanal ilus shakllari bor. Demak, o'pka shaklida bronxlardagi bronx shilliq qavatlarini quyuq sekret bilan to'lishib qolishi xarakterli bo'ladi.
Va bu klinik kechishi bolani yoshiga nisbatan har xil ko'rinishda yuzaga keladi. Misol uchun, neonatal davrda meteorizm, o't aralash qayd qilish, mekonial illüz, cho'ziluvchan xolestatik sariqlik hamda qo'y axlati ko'rinishidagi simptomlarni ko'rishimiz mumkin. Ko'krak yoshidagi bolalarda esa ichki kelishini buzilishi, tana vazni sekin qo'shilishi, ishtahasini yaxshi bo'lgani bilan, lekin vazn kamligi kuzatiladi. Va bunda agar ayralash yoki bronxial shakli bo'ladigan bo'lsa, qaytalanuvchi bronxitlar, pnevmoniyalar kuzatiladi va bu holatda shovqinli nafas, yopishqoq yo'tal xurujidan so'ng qusish kuzatilishi mumkin. Ichak shaklida esa to'g'ri ichakni tushishi, sho'r bola simptomlar kuzatiladi. Ya'niki xloridlar miqdori ko'payganligi sababli terida xloridlar miqdori ko'payib ketadi. Katta yoshdagi bolalarda esa yiringli, balg'amli, doimiy yo'tal, hansirash, beralar, sianozlar, doimiy gipoksiya belgilari, ya'ni baraban tayoqcha simptomi, o'pkadan qon ketish ko'rinishi mumkin. Qorindagi og'riqlar, jigar sirrozi va qandli diabet sababli vaznni tez yo'qotish, poliuriya, polidipsiyalar ko'rinishi mumkin. Surunkali sinusitlar, burun poliplari kuzatiladi. Mana bu mukovistsidozdagi aralash shaklidagi bolamizani ko'rinishi. Bu esa barmoqlardagi shu surunkali gipoksiyani natijasida o'zgarishlarni kelib chiqishi. O'pka shaklida, demak, bronxlarning kengayishi, bronxoektatik o'choqlarning ko'rinishi. Bu ham o'sha o'pka rasmini kuchayishi, bronxoektaz o'choqlarining bo'lishi. Bu bir necha xil rentgen ko'rinishlari. Kompyuter tomografiya tekshiruvlarida ham bronx daraxtidagi o'zgarishlarni ko'rish mumkin. Demak, diagnostikasida teri test o'tkaziladi. Bunda aytganimizdek, terida xloridlarni aniqlanadi va normada xlorlar miqdori 60 millimol na litrdan oshadigan bo'lsa, demak, mukovistsidoz tashxisiga sabab bo'ladi. Yog' kislotalari axlatdan aniqlanishi mumkin. Rentgen plyonka testi o'tkaziladi hamda DNK diagnostikasida mutatsiyani identifikatsiya etish mumkin. Davolashda mukovissidozi turiga qarab va simptomatik davolar o'tkaziladi. Ya'ni bu yerda bronxodilatatorlar, mukolitiklar, ferment preparatlari, kerak bo'lganda antibiotiklar, steroid gormonlar va probiotiklar qo'llash zarur. Keyingi masala bu ichak disbakteriozi. Ichak disbakteriozi termini klinik amaliyotda birinchi marta 16-yilda Nissel tomonidan kiritilgan. Ichak disbakteriozi bu ichak mikrobiotsinozining son va sifat nisbatini buzilishi bilan xarakterlanadigan tushuncha. Disbakteriozga olib keluvchi bir qancha omillar bor. Birinchidan, ekologiyaning ta'siri bo'lishi mumkin. Sun'iy ovqatlanishga erta o'tish, noto'g'ri ovqatlantirishlar, antibakterial preparatlarni notartib qo'llashlar, tug'ma o'it kasalligi, o'tkir ichak kasalliklaridan keyingi yuzaga kelishi va oziq-ovqatlarni psevdoallergik reaksiyalar natijasida yuzaga keladi. Disbakterioz tasnifini ko'rib chiqadigan bo'lsak, uning latent, lokal yoki mahalliy shakli, generallashgan shakllari bor. Generallashgan shakllari infeksiyali bo'lishi mumkin. Izonerlangan shaklida ham stafilokokli, proteili, zamburug'li yoki bo'lmasam ularni assotsiirlangan ko'rinishlari bo'ladi. Og'irlik darajasida 3 daraja bo'lib, kompensirlangan, subkompensirlangan va dekompensirlangan darajalarda kuzatiladi. Disbakteriozi klinikasiga to'xtaladigan bo'lsak, dispeptik sindrom, aerofagiya, kekirish, ko'ngil aynishi, jag'ilon qaynash, meteorizm, ich ketishi yoki ich qochishi bilan xarakterlanadi. So'rilishi buzilish sindromida esa vitaminlar, monosaxaridlar, minerallar so'rilishining buzilishi ko'rinishda bo'lib, bu axlat analizida namoyon bo'ladi. Gipovitaminnoz sindromlarda vitamin B guruhi yetishmovchilik belgilari yuzaga kelishi mumkin. Agar normal ichak mikroflorasini kapnogrammada ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda o'sha bifidolaktobaktariyalarning miqdori bor, shu ko'rinishda kuzatilishi kerak. Lekin Staphylococcus aureuslar, proteinlar, zamburug'lar bo'lmasligi kerak. Disbakterioz diagnostikasida asosan kaprologik tekshiruv muhim rol o'ynaydi. Bundagi o'zgarishlarga qarab disbakterioz darajasi aniqlanadi. Ichak tarkibini biokimik tekshiruvlarda ham ishqoriy fosfataza, enterokinazalarni aniqlashimiz disbakterioz diagnostikasiga muhim yordam beradi. Fekalina disbakterioz analiziga tekshirishda yo'g'on ichakdagi mikroflora sifat va son tarkibi ham aniqlanadi.
Davolashda birinchi navbatda oral regidratatsiya o'tkaziladi, bakteriofaglar qo'llanilishi mumkin, yog'lanishga qarshi moddalar ishlatilishi mumkin hamda adsorbentlar beriladi. Prebiotik hamda prebiotiklar, simbiotiklar qo'llanishidan maqsad, demak, ularni bifidobakteriya, laktobakteriyalar bilan miqdorini, ya'ni sifat hamda son jihatdan to'ldirish hisoblanadi. Bu yerda probiotiklardan bifidobakteriya, laktobakteriya, premetafilusni qo'llashimiz mumkin. Prebiotiklardan esa laktoza yoki fruktoza oligosaxaridlarni qo'llashimiz mumkin. Ba'zi hollarda, demak, ularni simbioz holatida, ya'ni simbiotiklar qo'llashimiz mumkin. Undan tashqari, demak, vitaminlar guruhi fitopreparatlardan ham qo'llanamiz. E'tiboringlar uchun rahmat.